Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto ayrim oilalarda katta muammo jarima pensiyani qaytarish talabi yoki bank kartasi bloklanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan masalani tushuntiraman. Mavzu shunday, bu barcha pensionerlarga taqiqlanadi. Gap oddiy ko'ringan, lekin oqibati og'ir bo'ladigan ishlarda. Pensiya kartasini boshqalarga berish, PIN kod va SMS kodni aytish, vafot etgan odamning pensiyasini yechib olish, yolg'on ma'lumot bilan pensiya olish, ishonchnomasiz boshqa odam nomidan pul olish va hujjatlarni yashirish. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nevaralariga, qo'shnisiga, parvarish qilayotgan odamiga tegishli. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta xato butun oilaga moliyaviy zarar keltirishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men shunday muhim mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman. Oldin ko'p narsa odamgarchilik asosida yurardi. Masalan, pensioner ota-onaning kartasi o'g'lida turardi. Pensiya tushsa o'g'il bankomatdan yechib kelardi. Qishloqda yoki mahallada kimdir mening qo'lim yuradi deb bir nechta qariyaning kartasini olib, pulini chiqarib berardi. Ayrim hollarda keksa odam kasal bo'lsa, qarindoshi uning nomidan pul olardi. Hech kim chuqur tekshirmasdi. Hatto ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin ham karta qo'lda qolib, pensiya tushibdi. Endi bu pul baribir bizniki deb yechib olingan holatlar bo'lgan. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Bank tizimi, pensiya tizimi, elektron ma'lumotlar bazalari, o'limni qayd etish, yashash joyi, ish haqi, plastik karta operatsiyalari ko'proq nazorat qilinyapti. Banklar shubhali operatsiyalarni ko'rishi mumkin. Pensiya organlari ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishni talab qilishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar esa firibgarlik yoki o'zlashtirish alomatlarini ko'rishi mumkin. Ya'ni bugun hech kim bilmaydi degan davr o'tib boryapti. Men bu yerda vahima qilmoqchi emasman. Men sizga oddiy haqiqatni aytmoqchiman. Pensionerning pensiyasi uning shaxsiy mablag'i. Uni faqat pensionerning o'zi yoki qonuniy vakili, ya'ni rasmiy ishonchnoma bilan harakat qilayotgan odam olishi kerak. Karta egasining shaxsiy moliyaviy vositasi. Uni o'g'lim-ku, qizim-ku, kelinim-ku, qo'shnim-ku deb berib yuborish xavfli. Yaxshi niyat bilan boshlangan ish ham keyin nizoga aylanishi mumkin. Birinchi taqiqlangan narsa pensiya kartasini va PIN kodni boshqa odamga berish. Ko'p pensionerlar shunday deydi. Men bankomatni tushunmayman, bolam olib keladi. Men tushunaman, hamma ham telefon ilovasi bankomat, SMS xabarlarini yaxshi bilmasligi mumkin. Lekin karta va PIN kod berish bank qoidalari bo'yicha juda xavfli. Agar pul yo'qolsa, karta orqali noma'lum xarid qilinsa, kredit rasmiylashtirilsa yoki kimdir pulni yechib olsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensionerni tasavvur qilaylik. Uning pensiyasi oyiga 1.200.000 so'm. U kartasini nevarasiga beradi. Faqat pensiyani yechib ber deydi. Nevara bankomatdan 1.200.000 so'm yechadi. Lekin bu qo'liga 900.000 so'm beradi. Qolgan 300.000 so'mni yo'lga ovqatga ketdi deb o'zicha ishlatadi. Bir oy bu narsa sezilmasligi mumkin. Lekin 6 oyda 1.800.000 so'm bo'ladi. Keyin oilada janjal chiqadi. Bank esa PIN kodni o'zingiz bergansiz, operatsiya karta orqali amalga oshirilgan deyishi mumkin uni. Shuning uchun men doim aytaman, yordam kerak bo'lsa, qonuniy va xavfsiz yo'l bilan qiling. Ikkinchi taqiqlangan narsa SMS kod, telefon kodi, bank ilovasi parolini aytish. Hozir firibgarlar eng ko'p shu yo'l bilan aldamoqda. Ular telefon qilib pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya bor. Kartangiz bloklanadi. Davlatdan yordam puli tushadi deydi. Keyin SMS kod so'raydi. Pensioner ishonib aytsa, kartadagi pul yechib ketiladi. Bu faqat pensionerlar uchun emas, hamma uchun xavfli. Lekin pensionerlar ko'proq nishonga olinadi. Chunki ular rasmiy idora nomidan qo'ng'iroq qilishsa ishonib qolishi mumkin. Masalan, Samarqandda yashovchi 72 yoshli ona telefon oladi. Qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi deb tanishtiradi va kartangizga pensiya qo'shimchasi tushishi uchun kodni ayting deydi. Ona SMSdagi 6 xonali kodni aytadi. Undan daqiqa ichida kartadagi 2 million so'm yechib olinadi. Keyin bankka borsa, operatsiya kod orqali tasdiqlangan bo'ladi. Shuning uchun bir qo'yda hech kimga, hatto o'zining jank pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla prokuratura deb tanishtirgan odamga ham SMS kodni aytmang. Rasmiy xodim hech qachon kod so'ramaydi. Uchinchi taqiqlangan narsa vafot etgan pensiyaning pensiyasini olish.
Bu juda nozik mavzu. Oila a'zosi vafot etganda hamma qayg'uda bo'ladi. Xarajatlar chiqadi. Dafn marosimi bor. Qarzlar bo'lishi mumkin. Lekin karta qo'lda qolib o'limdan keyin tushgan pensiyani yechib olish to'g'ri emas. Pensiya shaxsga tayinlangan to'lov. Agar u odam vafot etgan bo'lsa, undan keyingi davr uchun tushgan mablag' ortiqcha to'lov hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Oddiy misol. Pensioni ota 10 yanvar kuni vafot etdi. Uning kartasiga 25 yanvar kuni yana pensiya tushdi. Farzandlari bu otamizning puli edi deb yechib oldi. Keyin ma'lumotlar bazasida o'lim qayd etiladi va pensiya organi bu mablag' ortiqcha to'langanini ko'radi. Oiladan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar pul ataylab yashirib yechilgan bo'lsa, vaziyat yanada og'irlashadi. Shuning uchun bunday holatda eng to'g'ri yo'l o'lim guvohnomasi olingach, tegishli pensiya bo'limiga yoki bankka murojaat qilib hisob kitobni aniqlashtirish. 4-chi taqiqlangan narsa yolg'on ma'lumot yoki yashirilgan hujjat bilan pensiya olish. Pensiya miqdori turli omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ish staji, ish haqi, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, yashash joyi, ayrim imtiyozlar, boshqa to'lovlar. Agar odam hujjatda noto'g'ri ma'lumot bersa, aslida huquqi bo'lmagan imtiyozni olsa yoki holati o'zgarganini yashirsa, keyin ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Bola ma'lum yoshgacha yoki ta'lim holatiga qarab to'lov oladi. Agar o'qishdan chiqarilgan bo'lsa, lekin bu ma'lumot berilmasa, to'lov davom etishi mumkin. Keyin tekshiruvda aniqlansa, bir necha oy yoki bir necha yil davomida ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. Bilmaganlik degan gap har doim ham javobgarlikdan qutqarmaydi. 5-chi taqiqlangan narsa boshqa odamni aldab, uning pensiyasini boshqarish. Ba'zan qarindoshlar orasida shunday holat bo'ladi. Pensionerning kartasiz bitta farzandida turadi, lekin boshqa farzandlar bundan bexabar. Karta egasi qariya esa pul qayerga ketayotganini to'liq bilmaydi. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun ishlatilsa yaxshi. Lekin ayrimlar pensionerning pulini o'zining qarziga, telefoniga, mashinasiga, to'yga sarflaydi. Bu axloqan ham noto'g'ri, huquqiy jihatdan ham muammo keltirishi mumkin. Pensionerning roziligi aniq bo'lishi kerak. Lekin eng xavfsizi rasmiy ishonchnoma, vasiylik yoki bankdagi qonuniy tartib orqali ish yuritish. Eng avvalo, kartasini farzandiga, nevarasiga, qo'shnisiga, tanishiga berib qo'ygan pensionerlar xavotir olish kerak. Men farzandingiz yomon demayapman. Ko'p farzandlar ota-onasiga sidqidildan yordam beradi. Lekin xavfsizlik qoidasi hamma uchun bir xil. Karta, PIN kod, SMS kod shaxsiy ma'lumot. Ishonch bor joyda ham hujjat va tartib bo'lishi kerak. Ikkinchi guru yotib qolgan, harakatlana olmaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki bankomatga bora olmaydigan pensionerlar. Bunday insonlarga yordam kerak. Lekin yordam kartani olib ketdim, pulni yechdim ko'rinishida emas. Qonuniy vakillik orqali bo'lishi kerak. Notarial ishonchnoma rasmiylashtirish, bankda qo'shimcha tartibni so'rash. Ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali maslahat olish kerak. 3-chi guruh pensioner vafot etgandan keyin kartasi oila a'zolarida qolganlar. Bunday holatda kartadan foydalanishni darhol to'xtatish kerak. Pul tushdimi, tushmadimi? Bankomatga borib tekshirib yechish kerak emas. Avval rasmiy tartibni aniqlashtirish kerak. Chunki keyin biz bilmaslik deyish oilani noqulay ahvolga qo'yadi. 4-guruh. Pensiya tayinlashda eski hujjatlar, ish staji, arxiv ma'lumotlari, nogironlik hujjatlari yoki o'qish ma'lumotlari bilan bog'liq o'zgarishlari bor odamlar. Agar biror ma'lumot o'zgargan bo'lsa, uni yashirmang. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish holati o'zgargan bo'lsa, doimiy yashash joyi boshqa davlatga ko'chgan bo'lsa, bularni tegishli idoraga ma'lum qilish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni o'zingiz olsangiz, kartangiz o'zingizda bo'lsa, PIN kodni hech kim bilmasa, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, vafot etgan yaqinlaringizning kartasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, demak siz asosiy xavflardan himoyalangansiz. Lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Endi eng muhim savol. Pensioner umuman hech kimdan yordam ola olmaydimi? Albatta oladi. Men taqiqlana deganda yordamni emas, tartibsiz, hujjatsiz xavfli usullarni nazarda tutyapman. Agar pensioner mustaqil harakatlana olmasa,
farzandi yoki boshqa ishonchli odam notarial ishonchnoma orqali uning nomidan pensiya bilan bog'liq amallarni bajarishi mumkin. Ishonchnomada aniq yozilishi kerak. Kim vakil qaysi amallarni bajaradi, qaysi muddatga pul olish huquqi bormi yoki yo'qmi? Bu yerda bir nozik jihat bor. Ba'zi odamlar ishonchnoma bor deb hamma narsani o'zicha qiladi. Ishonchnoma pensionerning pulini o'zlashtirish huquqini bermaydi. U faqat pensioner nomidan qonuniy harakat qilish imkonini beradi. Ya'ni vakil pulni olib, pensioner ehtiyoji uchun ishlatish kerak. Agar vakil pulni o'z manfaatiga sarflasa, keyin nizo chiqishi mumkin. Yana bir nozik masala pensioner telefonini boshqalarga berishi. Karta o'zingizda bo'lsa ham, telefoningiz nevarangizda tursa, bank ilovasiga kirish. SMS kodni ko'rish, pul o'tkazish xavfi bor. Ko'pchilik faqat kartani himoya qiladi, telefonni esa oddiy buyum deb o'ylaydi. Hozir telefon hamyon bilan teng. Telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, uni qulflash kodi bilan himoya qiling. Parolni tug'ilgan sana, BIM 1234 bilyon qilib qo'ymang. Yana bir xavf, davlatdan yangi pul chiqdi degan xabarlar Telegram, WhatsApp, Facebook orqali havola keladi. Pensionerlarga 800 ming so'm yordam. Ro'yxatdan o'ting, kartangizni kiriting. Bu ko'pincha firibgarlik bo'ladi. Rasmiy yordamlar haqida faqat rasmiy manbalar, mahalla bankning rasmiy raqami, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali tekshirish kerak. Havolaga kirib karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kodni kiritish qat'iyan xavfli. Yana bir savol, pensioner ishlasa pensiya to'xtaydimi? Bu masalada har bir pensiya turi bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ustamalar, kompensatsiyalar bir xil emas. Shuning uchun men umumiy maslahat beraman. Agar siz ishga kirsangiz, rasmiy daromadingiz o'zgarsa, nafaqa yoki pensiya turiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat yuz bersa, tegishli pensiya bo'limiga murojaat qilib, bu mening pensiyamga ta'sir qiladimi deb yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Eng katta xato eshitgan gapga ishonish. Qo'shnim ishlayapti, hech narsa bo'lmadi degan gap sizning holatingizga mos kelmasligi mumkin. Yana bir nozik jihat, bank kartasidan qarz olish, mikroqarz, kredit. Ba'zi firibgarlar pensioner nomiga kredit rasmiylashtirib yuboradi. Ba'zan esa qarindoshning o'zi o'ta, sizning nomingizga kredit olaylik, men to'layman deydi. Keyin to'lamaydi, qarz pensioner nomida qoladi. Men ekspert sifatida ochiq aytaman. Agar kredit shartnomasida sizning ismingiz bo'lsa, bank qarzni sizdan talab qiladi. Pulni o'g'lingiz ishlatgan bo'lsa ham. Shartnoma sizning nomingizda bo'lsa, javobgarlik sizga keladi. Shuning uchun pensionerlar o'z nomiga boshqa odam uchun kredit olmasligi kerak. Bu oilaviy munosabatni ham buzadi, pensiyani ham xavf ostiga qo'yadi. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta kimda? PIN kodni kim biladi? Telefon raqamingiz qaysi kartaga ulangan? Bank SMS'lari qaysi telefonga keladi? Agar karta boshqada bo'lsa, uni qaytarib oling. Agar PIN kodni boshqa odam bilsa, bankka borib PIN kodni almashtiring yoki yangi karta chiqarishni so'rang. Ikkinchi qadam, bankka boring yoki bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Bank raqamini internetdagi noma'lum reklama orqali emas, kartangiz orqasidagi raqamdan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Bankdan so'rang, kartamga qanday xavfsizlik qo'yishim mumkin? SMS xabarnoma ulanganmi? Mobil ilova kimning telefonida ishlayapti? Shubhali operatsiyalar bo'lsa qanday bloklayman? Agar biror odam sizning ruxsatingizsiz ilovaga kirgan bo'lsa, darhol parollarni yangilang. Uchinchi qadam, agar sizga farzandingiz yordam berish kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, pensionerning hujjatlari, vakil bo'ladigan odamning hujjati kerak bo'ladi. Ishonchnomada aniq yozdiring. Pensiyani olish, bankda muayyan amallarni bajarish, hujjat topshirish, ma'lumot olish kabi huquqlar. Muddatini ham o'ylab belgilang. Juda keng vakolat berishdan ehtiyot bo'ling. Hamma ishlarini qilsin degan umumiy iboralar keyin muammo tug'dirishi mumkin. 4-qadam. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, mahalla, ijtimoiy xodim, tuman, pensiya bo'limi yoki notariusdan uyga chiqish tartibi bor yo'qligini so'rang. Ko'p hollarda harakatlana olmaydigan odamlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Karta berib yuborishdan boshqa yo'l yo'q deb o'ylamang. Qonuniy yo'lni qidiring. 5-qadam. Vafot holati bo'lsa, kartani ishlatmang. O'lim guvohnomasi olingach, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bankka ham xabar berish kerak bo'lishi mumkin. Agar
kartaga pul tushgan bo'lsa, uni o'z boshimchalik bilan yechmang. Avval bu pul qaysi davr uchun kimga tegishli, qaytariladimi yoki meros tartibida hal qilinadimi? Shuni aniqlashtiring. Bu sizni keyingi davrlardan himoya qiladi. 6-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank kartasi, ish staji hujjatlari. Arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertizasi hujjatlari, o'qish ma'lumotnomalari, o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar alohida papkada tursin. Farzandlaringiz ham qaysi hujjat qayerda ekanini bilsin. Lekin bank parollari va pin kodlar hammaga ochiq bo'lmasin. 7-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni darhol to'xtating. Agar kimdir kod ayting, kartangizni ayting, pul tushirish uchun havolaga kiring. Hozir aytmasangiz pensiyangiz bloklanadi desa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Telefonni qo'ying. Keyin o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialga boring. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Chunki u ham firibgarlarning raqami bo'lishi mumkin. 8-qadam, oilada ochiq kelishuv qiling. Agar farzand pensiyani yechib berayotgan bo'lsa, har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, qoldiq qancha, buni yozib boring. Oddiy daftar tutish ham katta janjallarning oldini oladi. Masalan, 1.500.000 so'm pensiya tushdi, 5.000 so'm doğru. 400.000 so'm oziq-ovqat, 200.000 so'm kommunal to'lov, 400.000 so'm qoldi. Hammasi aniq bo'lsa, ishonch ham saqlanadi. 9-qadam, agar pulingiz yo'qolgan bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Darhol bank kartasini bloklang. Bankka ariza yozing. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada sana vaqt, telefon raqami, nima deyishgani, qancha pul yechilgani, qaysi kartadan ketgani aniq yozilsin. SMS'lar. Qo'ng'iroq skrinshotlari, bank cheklari saqlansin. Uyat bo'ladi deb jim turmang. Firibgarlar aynan shu uyalishdan foydalanadi. 10-qadam, pensiya bilan bog'liq har qanday o'zgarishni rasmiylashtiring. Ishga kirish, o'qishni tugatish, nogironlik guruhi o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, boshqa davlatga ketish, familiya o'zgarishi, hisob raqami o'zgarishi kabi holatlar bo'lsa, pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlariga murojaat qiling. Og'zaki aytish yetarli bo'lmasligi mumkin. Iloji bo'lsa, ariza nusxasi, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron murojaat raqamini saqlang. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiyalarning pensiyasi faqat pensiyaning o'ziga tegishli. Karta, pin kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech kimga berilmaydi. Boshqa odam nomidan pensiya olish faqat qonuniy ishonchnoma yoki rasmiy vakillik orqali bo'lishi kerak. Vafot etgan odamning kartasidan pul yechish mumkin emas. Yolg'on ma'lumot bilan pensiya olish yoki o'zgarishlarni yashirish keyinchalik katta muammo tug'diradi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni oilangizdagi pensionerlarga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Ayniqsa, kartasini boshqalarga berib qo'ygan yoki telefonda kelgan gaplarga ishonib qoladigan keksa insonlar ko'rsin. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlar ko'proq qaysi muammoga duch kelyapti? Karta xavfsizligimi? Sochnomami pensiya hujjatlarimi yoki firibgar qo'ng'iroqlarmi? Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va huquqlar bo'yicha eng kerak ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.